Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda biz Artigraf narx rejimidan 0 dan kuchlashga harakat qilamiz. Bugun bizda yangi akkaunt, chunki Meteor pastki uzubi va Azamjonov akkauntlarimiz band bo'lib ketgan. Shuning uchun Meteor X7 akkauntni kuchlashga harakat qildik. Bundan tashqari biz 250 ta obunachi bo'ldik. Sizlar podpishkalar orqali hammaga rahmat. Biz 0 dan kuchayapmiz, shuning uchun o'zimiz birinchi bo'lib shaxtaga kelishimiz kerak. Bundan keyin menda mana bunday olmos kilka bor. Buni qanday olgansan deyishinglar mumkin. Biz buni BDV buyrug'i orqali yozganimdan keyin menga shu kilkani bergan. Endi biz bu kilka orqali ozgina temir va shunga o'xshash rudalar qazib olamiz. Va pul ishlaymiz. Bunda video o'tkazib yuboraman, narsalar sotganimni o'tkazib yuboraman. Qani bo'lmasa boshladik. A few moments later. Mana taxminan 20 minutcha mayin qildim va menda proporasi 1 million pul bo'lgandan keyin mayin qilishni to'xtatdim. Qo'limizga nima tushsa, olmos, izmurod hammasini sotib yubordim. Endi bu pulni birinchi o'ringa kuchayishga sarflaymiz. Masalan, bugun biz bu videoda bambuk ferma orqali kuchayishimiz mumkin, yoki bo'lmasa olib sotalik qilib kuchayishimiz mumkin. Menimcha bambuk ferma qulayroq deb o'yladim, shuning uchun bambuk ferma bilan kuchayishni tanladim. Lekin biz undan oldin biroz Castle'ga borib lutib olishimiz kerak, chunki Castle yaqinda kuchayishni boshlaganlar uchun juda ham yaxshi variant bo'la oladi. Shuning uchun biz Castle lut qilamiz, undan keyin o'zimizga bambuk ferma quramiz. Men o'zimga ertibdan ozgina daraxt va o'zimga kerakli izmuruddan narsa yasab oldim. 5 gadan izmurudlarni olib, endi bularni endirtik sorib, Warp Castle'ga yo'l olamiz. Agar biz Warp Castle desak, u yerdan zinalardan o'tish uchun olovlar bor. Olovlar qilib yoqib tashlashgan oddiy o'yinchilar. Endi biz shuning uchun Castle ichidan random Warpga borib ko'ramiz. Agar Castle ichida bo'lsa, biz omadimiz. Men Warp Castle boshida degan Warpga borib ko'ramiz. Qani? Yaxshi parkurdan o'tish shart emas ekan. Endi bu yerdan bizga o'zimizga kerakli shurtkalar topib olsak bo'ldi. Bo'lgan lootlarimizni birinchi o'rinda clan storage'ga solib qo'yishimiz zarur. Chunki agar bizda investitsiya damlamasi ham yo'q, kimdir mana shunday qilib o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, narsalarimiz shunchaki tushib yo'qolib ketadi. Xuddi mana bu qo'lida qurti bor, orqamdan kelayotgan bolaga o'xshab. Yana shunaqalar topilib bo'lmasligi uchun tezroq yugurib yashinib olishimiz kerak. Agarda kimdir bilmaydigan bo'lsa, agarda sizlar parkurdan o'tishga qiynalansanglar yoki sizlar suvga tushirishib borsa, mana shu yerda mana bunday oraliq bor. Agar sizlar shuga kirib olsanglar, dushman sizlarni uranmaydi mana. Uranmayapti, mana u qo'li qichilgan bola ham. Oxiri o'zi qaytib ketishga majbur bo'ldi. Endi biz bular clan storage'ga solib qo'ysak bo'ladi. Clan storage deb yozamiz. Sizda hech qanday klanda emas. To'g'ri, biz chunki anarxiya birdaligimiz uchun bizda hech qanday klanda emas deyapti. Buning uchun biz ham bu yerda ham klan ochib turib, keyin birga solib qo'ysak bo'ladi. Clan create speed deb ochamiz. Anarxiya 2 da buni deb yozganimiz uchun anarxiya 1 da ham bo'lmas ekan. Endi boshqa nom yozib ko'rishimiz kerak. Clan create pul topar. Bu ham bor ekan. 2000 years later. Mana nihoyat biz o'zimizga va bitta V degan klan ochdik. Endi biz bunga clan storage deb yozib, o'zimiz lootlarimizni mazza qilib solib yurishga bo'laveradi. Va nihoyat ko'nglim xotirjam bo'ldi. Endi biz yana shulkalar loot qilishga borsak bo'laveradi. Qani bo'lmasa go. Yana Castle'ga shulkalarni o'g'irlik qilishga tushdim. Qarasam, menga o'xshagan bitta o'g'ri orqamdan kelayotgan ekan. Bu o'g'rini ham sekingina zaminni berib yubordim. O'zi joni 10 taga qo'ygan ekan. Nima qilasan bo'lmasa baribir o'ldirilmaganingdan keyin. Deydigan odam yo'q.
माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। Endi bittasini narigi dunaga jo'natdim deb mazza qilib o'g'irlik qilayotganimda haligi bitta qo'lda qurti bor ekanmiz. Yana osmondan tushib paydo bo'ldi. Va bizni o'ldirib, oxiri murodi maqsadiga yetdi. Oxiri qo'lda qurti bor o'g'rilardan voz kechib, boray deb turib, auksionga bambu deb yozdim. Va auksionga qarasam, bambular tiqilayotgan ekan. Shulardan bittasini olay deb turib, birinchi turgan 60 tasini olishga qaror qildim. 64 ta emas, bir kam dunyo ekan deb 60 tasini olib qo'yardim. Tinchgina. Endi o'zimizga ertipada joy topsak bo'ldi. Xo'p, mana va nihoyat o'zimizga ertibadan sal-pal uzoqroq bo'lgan odamlar tug'ilmaydigan joy topdik. Endi o'zimizga bambularni ekib, boshlanishiga sal o'sib tursa, bu yog'iga yana ham kuchaytirib turib, bambu ferma qurishni boshlaymiz. Qani bo'lmasa, let's go. Bu joy juda ham kichkina bo'lganligi sababli o'zimizga lapashka yasab turib, bu yerda juda ham kattaytirishga harakat qilamiz. Ungacha esa videoni qirib boraman, bo'lmasa ketdi. Mana biz o'zimizga kerakli bo'lgan juda ham katta, prям juda ham katta bo'lmagan ob'yemimizni tekizlab, loylardan bostirib chiqdik. Endi mana bu ko'payishi uchun ekib qo'ygan bambularimizni olib, ana shu yerga ko'chirishga harakat qilamiz. Menimcha endi tushungan bo'lsanglar kerak, bu bambularni nimaga ekib qo'yganimni. Qani bo'lmasa ketdik.
Videoda ko'rib turganinglardek men bambular yurmaydigan shunday yo'laklarni mana bunaqa lapatka bilan yo'lak qilib chiqyapman. Chunki bu nimaga deyishinglar mumkin. Agar dastlab bambu ekayotganinglarda bu xalaqit bermaydi, undan tashqari bu yerda moblar spam bo'lmaydi, creeperlar spam bo'lmaydi, portlab narsalar yo'q bo'lmaydi. Undan tashqari bu yurishga juda ham qulay, bu yerda narsa ekilib ketmaydi yoki bo'lmasa bu narsalar bo'lib ketmaydi. Do'stlar, shuncha narsani qurganga yarasha ba'zan region blok bilan himoyalash esdan chiqmasligi zarur. Bo'lmasa shunchaki sizlar ba'zilar bitta qilich orqali xishing qilib yo'qib tashlashadi. Obunachilar ko'rganinglardek men shu chiqqan bambularni va nihoyat o'zim azoblanib qazib chiqqan joyimga ekib chiqyapman.